Lokomotiv parkini to'g'risida o'smirlar dispanserini topib qo'ydik-ku. Bu yoqqa kelsa juda ham ochirdi. Ada. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mumkinmidi? Kelinglar. Yaxshimisiz, tuzimisiz? O'smirlar dispanserida qizlarga ham qarayotgansizlar. 15 yoshdan 18 yoshgacha deyishdi. Короче, esingidan kelishinglar mumkin bu klinikaga, aniq. O'smirlar klinikasini rosa hamma maqtayapti, hamma gapiryapti. Mana shu klinika to'g'risida ozgina kichkina ma'lumot bera olasizmi bizga? Banu Begaliyevna, men vrach gastroenterologman. Shu yerda 20 yildan beri faoliyat ko'rsatamiz, ishlaymiz. O'smirlar dispanserimiz bu 15 yoshdan 18 yoshgacha qizlarni, 15 yoshdan 27 yoshgacha yigitlarni qabul qilamiz. Asosan vrachlarni ko'rigidan o'tkazish, qizlarni sog'lom onalikka, o'g'il bolalarni sog'lom otalikka tayyorgarlik ko'rishi uchun harakat qilamiz. Ish vaqtimiz bizda obed yo'q, soat 8 dan 6-7 gacha ishlaymiz, o'tkazib beramiz. Ani odamni sog'lom hayoti o'zini boyligi deb aytadi-ku. Shunga ozgina yana qanaqadir operatsiya holatlari ham bor deb eshitdim bu. Kelgan o'smir yoshdagi bolalarni poliklinikadan yo'llanma bilan kelishadi. Yo'llanma bilan kelgandan keyin tor mutaxassisligi bo'linadi. Oshqozonchi kasalliklari bilan kelishadi-ku. Yazva chiqishi mumkin, gastrit chiqishi mumkin. Ota-onalardan maslahatlashib kunduzgi shifoxonaga yotqizamiz. Kunduzgi shifoxonamizda 5 ta отделениямыз bor. Gastroenterologiya, ginekologiya, kardiologiya, nevrologiya va xirurgiya bo'limlari bor. Yotish tekin, bepul, ko'rikdan o'tiladi, hamma narsasi bepul qilinadi. Shu o'smir yoshdagi bolalar uchun mo'ljallangan hamma dasturlarimiz mavjud. Lekin juda bizga faqat esingidan kelishadi. Tasavvur qiling, Qozog'iston, Qirg'iziston, Chimkent, любой joydan kelishadi. Qabul qilamiz. Faqat ularni alohida ruxsatnomasi bilan qabul qilamiz. Oliy janoblari, o'smirin dispanserini lokatsiyasini tushuntiraman. Bu yoqda eko bozor bo'lsa, bu yoqda lokomotiv parkimiz, bu yoqda esa Sampi banisasi. Ko'pchilik biladi, Perekursikadan o'tganinglardan keyin o'smirlar dispanseri bor mana mana shu yerda. Farzandinglarni bemalol olib kelib, mana mana shu yerda 15 yoshdan 18 yoshgacha qarashar ekan. O'smirlar dispanseriga kelishinglarni so'raymiz.